Assalomu alaykum. Bu Mingbuloqlar. Mingbuloq tuman tarixiga yuzlanar ekanmiz. Tumanimiz aholisining asosiy daromadi dehqonchilik va chorvachilikdan bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Har birimizning uyimizda hayvon bo'lmay qolmagan bo'lsa kerak. Demak, bugungi manzilimiz sizlarga foydali bo'ladi. Bu Mingbuloq tumanida yagona bo'lgan vet klinika. Ushbu klinika nafaqat klinika, balki vet apteka ham hisoblanadi. Bu yerdan dori-darmonlar, vitaminlar, oziq-ovqat, veterinariya asboblari barchasini ham topishingiz mumkin. Qoramollar, hayvonlar uchun davolovchi preparatlar, undan tashqari biz veterinariya klinikamizda davolash xizmatlari bor. Hududlarda chorva hayvonlarni davolash, uzi xizmatlari va boshqa qanaqangi kasalliklarni sun'iy urlantirish, tuyoq tozalash, shox kesish, turli xil bir shu jarrohlik yo'llari bilan tuzalish kerak bo'lgan hayvonlarni davolash ishlari bilan shug'ullanamiz. Demak, telefon qilishsa, demak, yetib boraverasiz. Xudo xolasa, muammosi yo'q, boramiz. Xudo xolasa, rayonimizda bu sut sog'ish apparatlariga ehtiyoj juda ko'p. Shu rayonimiz aholisi buni topib kelishga anchagina sarson bo'lishyapti. Xudo xolasa shu aptekamizga olib keldik. Bularimiz Turkiya davlatidan keltirilgan yaxshi Oskar kompaniyaning sut sog'ish apparati. Bu apparatimiz bir donaga ikkita sigirni sog'adi. Bu apparatimiz faqatgina bitta sigirni sog'adi. Undan tashqari hayvonlarimiz uchun, parrandalarimiz uchun turli xil karmoshkalar, yem idishlar va eng asosiysi hayvonlarni stressdan chiqarish uchun taroq. Hayvon qachonki o'zini bir qashlash maqsadi bo'lsa, o'zi borib yoniga suyalsa, o'zi avtomatik yonadi. Buni borib yoqish, o'chirish shart emas. Hayvon o'zi boradi, o'zi shu deb yoniga borsa, o'zi aylanadi, zeriksa ketsa o'zi o'chadi. Maxsus datchiklar bilan takomillashgan zamonaviy taroqlardan biri. Mollarga ham mazavqatda. Ushbu klinikamiz manziliga keladigan bo'lsak, Mingbuloq avtostansiyasining yonginasida mana vet klinika o'zi ko'zga tashlanib shundoqqina ko'rinib turibdi. Demak, bemalol kelishinglar mumkin. Bu yoqdan ham yo'llarimiz bor. Avtovokzalning yonginasida manzil juda qulay.